x ni 1 taqsim t deb belgilaylik. Qanaqa o'zgarish bo'ladi? Men buni o'zim o'ylab topganim yo'q. Mana bunga qarab aytyapman. Chunki nimaga foydasi tegadi buni? Chunki an ni qo'yadigan bo'lsak 1 taqsim n bo'ladi, ya'ni symmetrical. Okey. Mana shuni qo'llab ko'raylik, qanaqa bo'ladi. Dx ni topamiz. Minus 1 taqsim t kvadrat dt I of n integral 1 taqsim a n ni x ga qo'yadigan bo'lsak a n bo'ladi. Keyin 1 taqsim a n bo'ladi. Ko'rib turganingizdek o'zgardi. Keyin n x o'rniga 1 taqsim t qo'yapmiz. 1 plus x o'rniga 1 taqsim t ni n'inchisi. Okey, keyin minus 1 taqsim t kvadrat dt. Mana bu minusni nima qilsak bo'ladi? Integralni change qilib olsak bo'ladi, boundary'larini bunga o'xshatib olish uchun. Okey, 1 taqsim a n nimalar qisqaradi? Mana bu yerda t ni n'inchisi plus 1 t n'inchisi tepaga chiqadi. Okey. O'zgarish bo'ladi. Mana bu qisqarar ekan bittasi. Okey. T ni yana x bilan yozib olsak bo'ladi. Variable farqi yo'q bizga. Qisqarib ketdi. nx 1 plus x n'inchisi t ni n'inchisi tepaga chiqdi. O'sha x ni n'inchisi dx. Tushunarli? Ikkala integralimiz ham bir-biriga teng. Boundary'lari deyarli bir xil qilib oldik. Mana shu belgilar substitution'ni yaxshi tarafi shundaki, boundary'si saqlanib turadi, bir xil bo'ladi. Demak, qo'shib yuborsak bo'ladi. Ikkalasini qo'shib yuboramiz. Tepada 1 plus x ni n'inchisi, makhrajda nx 1 plus x ni n'inchisi. Mana qisqarib ketadi. Davom etamiz. 1 taqsim a n, bu yerda a n, 1 taqsim n ni bu yoqqa chiqarib olamiz. Bu yerda x, dx. Okey. Integral oson. 1 taqsim a n ln x, to'g'rimi? ln a n minus ln 1 taqsim a n yoki 2 taqsim n minus chiqarib oladigan bo'lsak, ikkita a n bo'ladi. Okey, bu yerdan I of n teng bo'ladi ln an bo'lingan n ekan. Bizdan nima so'ragan? Limitini so'ragan ekan. an ni qiymati bor, limitni hisoblaymiz. One over n ln an 2 ni n'inchisi n square. Okey. Qanday hisoblaymiz buni? L'Hopital bilan ishlatsak bo'ladimi? Cheks qo'yganimizda 2 ni n'inchisi tezroq o'sadi n square dan ko'ra. Demak, cheksiz bo'ladi. ln cheksdan ishlatsak bo'ladi. Cheks taqsim cheksiz. 1 taqsim n ni o'zidan oladigan bo'lsak 1 bo'lib ketadi. ln dan oladigan bo'lsak n square bo'lingan 2n. Ko'paytmani bo'linmani hosilasi 2 ni n'inchisi ln 2 n square 2 ni n'inchisi n square dan 2 va n square ni kvadrat.
Okey. Bu bilan bu qisqarsa n square qoladi. 2ni n'inchilari ham qisqarib ketsa. Okay. Limit cheksizlik n square tepada n square ln 2 minus 2n. Demak, ikkalasidan ham n square ularni olamiz koeffitsiyentlarini. Demak, ln 2 bo'lingan 1 n2 chiqar ekan.